Assalomu alaykum azizlar. Xo'p, mana hozir sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bizda juda ham ko'p xato ketishlar, so'zimizdagi, o'zbek tilidagi aytilishi noto'g'ri bo'lgan so'zlar ketadi. Bulardan bittasi tozalash va davolash. Tozalash va davolash so'zlarining alohida ishlatilishiga biz e'tibor bermaymiz. Demak, bizlarda tozalash uchun organizmni tozalash va davolash ketadi jarayonlar. Bemor bo'lgan odamdagi oshqozon ichak yo'llari kasalliklarida shlaklar yig'ilib qolgan bo'lsa, jigarni yog' bosgan bo'lsa, gepatozlar, o't tosh kasalliklarida, buyrak tosh yoki tuz yoki qum bo'lganda, yurakda tromb bo'lganda, qon quyuqlashganda, papillomalarda, oyoq qo'llarning uyushib qolishi yoki sovqatib qolishligi holatlarida, virusli va infeksion kasalliklarda, o'pkada qon quyuqlashganda, zotiljanda, mana bu holatlarda davolanilmaydi. Bu holatlarda tozalanadi. Ana shu toshlardan, tuzlardan, qumlardan quyuq bo'lib qolgan o'sha tromblarni har xil usullar bilan suyultiriladi yoki hijama yoki zuluk orqali tashqariga chiqarib tashlanadi. Mana bu narsani, bu jarayonni tozalash deydi. Buni davolash deyilmaydi. Endi davolash jarayonlari qanday kechadi desa, davolash jarayonlari singan, avariya bo'lgan, har xil baxtsiz hodisalar tufayli mix kirib ketishi mumkin, biron narsa pichoq kesib ketishi mumkin. Mana bunday holatlarda davolaniladi. Kuygan joylar davolanadi. Ko'z kasalliklari, burundagi hid bilmaslik yoki quloqning eshitishi, ba'zi bir o'sma kasalliklari yoki jinsiy a'zo kasalliklari, mana bular esa davolanadi. E'tibor berib, mana shularga diqqat qiling. Bu kasalliklar tozalanadi, bu kasalliklar davolanadi. Davolash va kasallikda davolash bilan tozalashda juda katta farq bor. Shunga e'tibor bering. Tozalashni inson o'zi ham amalga oshirsa bo'ladi. Hech qanaqangi bir klinikalarda borib yotish shart emas. Lekin davolashda albatta doktorlarga yoki mutaxassislarga, tabiblarga murojaat qilgan afzalroq. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.